Bir ota ikkita o'g'li bor ekan, chaqirib vasiyat qilibdi. Mana sizga o'g'lim bir xum tilla. Ho, evara nevara chevaralaringizga yetadi. Mana debdi ikkinchi o'g'liga sizga bir xum tilla. Ho, nevara evara chevarangizga yetadi. Mana bu uchinchi xum tillani men dunyodan o'tgach kim men bilan birga go'rga kirib bir kun yotishga rozi bo'lsa, o'shanga beringlar. Ota dunyodan ko'z yumibdilar, lekin hech ko'mish olmasmish. Sababi otani vasiyatlarini bajarisha olmabdi. Hech kim ko'nmasmish. Ota bilan birga go'rga kirib bir kun yotgan. Ey, rozi bo'linglar, bir xum tilla beramiz. Ertalab yana go'rdan ko'lab olamiz. Bor, bir xum tillani ya. Qaysi tirik odam go'rga kiradi? Kallang bormi? Hech kim ko'nmasmish. Bir oyoqyalang sho'ring qurgur, yelkasiga arqonni tashab kelyapkan ekan. Ey birodar, qorning to'yib non yeganmisan deyishibdi. Yo'q debdi. Nima ish qilasan? Shu arqonga o'tin terib bog'lab bozorga borib sotaman. Odamlarning yuki bo'lsa shu arqonda tortishib yoraman. Kim nima bersa baham ko'rib, rizqimni terib yeb yuribman. Bir xum tilla beramiz, otamiz qazo qildilar. Go'rga kirib bir kun yotasan, ertalab yana ko'la olamiz. Bir xum tilla beradigan bo'lsang, otangni o'rniga qo'yvar debdi. Qani kir. Otasini go'rga qo'yishgan, haligi sho'ring qurgiram arqonni boshiga tashab yotsa, Azroil farishtalari keladi. Ularda mehr shafqat yo'q. Birovni kechirish, birovni siylash degan narsani bilmaydi Azroil farishtalari. Qarasa tirik odam yotganimiz. So'roq istoni boshlaymiz deyishibdi. Insonni so'roq qilar ekan Azroil farishtalari. Yaxshi inson bo'lsa, amaliga qarab Alloh buyurgan ishlarini qilgan bo'lsa, jannatdan tuynik ochib qo'yishar ekan. Mushka ambar jannatning go'zalligini tomosha qilib, mushka ambar hidlarini hidlab yotar ekan. Qachon qiyomat qoyim bo'lar ekan, men jannatga boraman der ekan. Yomon odam bo'lsa, qabrda ham rosa qiynashar ekan. Qabrda sho'rling qurgurni qabr siqar ekan, qovurg'alarini ustiga chiqib ketar ekan, azob chekar ekan. Dozoqdan bir iginada tishib qo'yishar ekan, u yerdan kelayotgan badbo'y hidiga chidab bo'lmas ekan. Uni issig'ini taftiga chidolmas ekan, dod deb yotar ekan. Ilohim, qiyomat qoyim bo'lmasin, men o'sha yerga bormaydir ekan. Azroil farishtalari kelib qarasa, bir sho'ring qurgur tirik odam arqonni boshiga qo'yib yotgan emish. Ey! Arqonni qayoqdan olding deb Azroil farishtalari. Topib oldim. Egasini rozi qilganmisan? Yo'q. Mayda bo'lib ketibdi, tariqday sochilib. Sho'ring qurgur yana o'zi asli holiga kelib qolar emish. Arqonni qayerdan olding? Topib oldim. Egasini rozi qilganmisan? Yo'q. Rosa urusharimiz, sho'ring qurgur mayda bo'lib ketarimiz, tariqqa aylanib. Rosa qiynasharimiz, arqonni qayerdan olding? Topib oldim. Egasini rozi qilganmisan? Yo'q. Rosa qiynasharimiz, mayda bo'lib ketarimiz, shu asli holiga kelib qolarimiz. Arqonni qayerdan olgansan deb rosa qiynashibdi. Tong otib qolgan sho'ring qurgur go'rdan chiqaman, qochaman deb tursa, go'rni kovlab qolishgan, shartta yugurib chiqib qochibdi sho'ring qurgur. "Ey, shoshma! Bir xum tillani olib ketmaysanmi?" desa, "Yo'q. Bitta arqonga javob bera olganim yo'q, men bir xum tillaga nima deb javob beraman?" So'roqdagi savollarning javobi qiyin bo'ladi. Bu dunyoda ham savol javobga belimizni mahkam qilsin yaratgan o'zi.